alayhissalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom," deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang talaqsan" dedi. "Talaq tushadimi, tushmaydimi?" dedi. E'tibor ber. Oydan go'zal bo'lmasang talaqsan dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi: "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta talaq tushadi. Talaq bo'lsan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz talaq tushadi" dedi. Haligi imom yuring deb ustozining oldiga oldi, bordi aytdi: "Ustoz talaq tushadi debsiz, talaq tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi desa, ana shu imom shogirdi ustoziga aytayaptiki, "Ustoz," deydi, Alloh taolo "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan. Oydan sen chiroylisan, talaq tushmaydi deganda ustozi tan olgan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta arz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman deganida farishtalar javob berib aytdiki: "Atajalu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosida. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak, yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Bu savolni farishtalar aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q. Balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadun mukramun la yasuna robbahum ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular Robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradi. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qildi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, men o'tgan darsda aytdik, qirib yo'qib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa bo'ladimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqto aytishlikda noqislik qilib qo'ydikmikan? Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu